Cho'lda olgan bu. Nima uchun chang bo'lib ketgan? Zo'ridan bormi? Zo'ri bor. Hop. Life hacky jinnisi bor. Agar kompyuterni, mashinani kompyuterini ketkizmoqchi bo'lsanglar, mana shu salafanni umuman yopmasligingiz kerak. Ko'rayotgan narsanglar mashinani miyasi, ya'ni kompyuter. Bu narsa mashinani elektronnik hamma bor detal tudi-suda mashinani turmushiga javob beradigan narsa. Agar shu ko'rayotgan narsanglarni mana shu salafan bilan yopmasanglar, $700 rasxodga tushasizlar. Shu videoni ko'rayotgan aka, agar siz mana shu kompyuterni ketkizmoqchi bo'lsangiz, xuddi shu kompyuter ustiga mana shunaqa qilib salafan o'ramang. O'shanda sizni ham kompyuteringiz ketadi, keyin $700 ga a'zo bo'lasiz. Kompyuterni o'rayotganingizda cho'tki qilib, orqalarida o'zini shtekerlari bor. O'sha shtekerlar zo'r yopilsa bo'ldi. Bu yoq temirlari javnoqaz rol o'ynamaydi. Shtekeri cho'tki yopilishi kerak. Ko'rayotganinglar perdaxanital blok. Bunga ham karchir urish mumkin emas deb yozib qo'yishgan, lekin biz 10 yildan beri bu narsani ustini o'ramasdan bemalol yuvamiz. Bemalol sizlar ham yuvsanglar bo'ladi. Bunga salafan o'rash shart emas. Agar mashinani motorini yuvganingizni bilinmasligini xohlasangiz, bizga o'xshab yaxshilab ishqalab yuvishingiz shart emas. Agar siz moy almashtirganingiz uchun bonusga, motorchisiga Suxoy tuman osvejitel olish xohlamasangiz, bizga kelib moy almashtirishingiz shart emas. Yopaveraymi? Ha, yopavering. Pak.